Mirzo Ulug'bek rayonidan haqiqiy quruvchi qurgan uchastkani sizlarga hozir tez obzor qilib beraman. Mirzo Ulug'bek Zakovat mahallasidamiz. Hop, bu mahallalarda o'zi narxi arzonlashtirib uy sotilmaydi, lekin pul srochniy bo'lgani uchun 200 mingga mana shu uchastkamizni sotib olsanglar bo'ladi. Hozir sizlarga obzor davomida buni 200 mingga qanaqa arzishini ko'rsataman. 2 sotuvga qurilgan 362 kvadrat maydonga ega bu uchastkamiz menga eng yoqqan joyi podvoli bo'ldi. Birinchi uchatdan boshlaymiz hozir. Quruvchi odamlar bilishadi-da, to'g'ri, podvol qanaqa kerakligini, atilabdan mana shunaqa katta, seyli qilib qilingan ekan. Xohlasanglar basseyn sauna qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar mana peregorotkalari tayyor. Shunda to'rga bo'lib yana 4 ta xona hisobida foydalansanglar ham bo'ladi. Eshiklari ham Engelbergdan qo'yilgan, mana balandliklari ham premium klassika mo'ljallab salkam mana 4 metr balandlik qilib qilingan. Faqatgina o'zingizlarning didinglarga moslab remont qilib olsanglar bo'ldi. Bu ikkinchi etaji xohlovchilar uchun, mansardani yaxshi ko'radigan odamlar uchun tomni ham atilabdan mansarda qilsa bo'ladigan qilib baland qilib qurgan ekanlar. Lekin qurilishlari o'zimga rosa yoqdi. Pishgan qishdan qurilgan, yana qolgan ma'lumotlarni egalari berishadi. 200 ming so'rashyapti bu uchastkamizga. Bu mahallani bitta surishtirib ko'rsanglar, lekin narxiga juda ham stoydi. Aniq lokatsiyasi va rasmlari Telegram kanalimda bo'ladi. Shunaqa yaxshi lokatsiyalardan narxiga mos uylarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, meni kanalimga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar.